Assalomu alaykum hurmatli brifing qatnashchilari. Sirdaryo viloyati davlat unitar korxonasi Toza hudud Yangiyer shahar filialini 12 ta mahalla bilan ommaviy shartnomalar tuzilgan. Shundan 36 ming aholi qamrab olingan. 370 ta yuridik tashkilotlar bilan shartnoma asosida xizmat ko'rsatilmoqda. Filialimizda 7 ta maxsus chiqindi tashuvchi texnika mavjud bo'lib, ushbu texnikalar bilan aholi va yuridik tashkilotlardan bir kunda 105 kub, bir oyda 2625 kub maishiy chiqindilar olib chiqib ketilmoqda. Ko'rsatilgan xizmatlar uchun aholidan bir oyda 160 million 254 ming so'm hisoblanmoqda. O'rtacha bir oyda 120 million so'm pul tushum bo'lmoqda. Yuridik tashkilotlardan o'rtacha 50 million so'm tushum undirilmoqda. Hozirgi kunda 12 ta chiqindixona va 97 ta chiqindi qutilari mavjud. 5 ta konteyner bo'lib, may oyida undan 9 ta chiqindixona va 35 ta chiqindi qutilari ta'mirlanganligi, ya'ni ta'mirlash ishlari olib borilayotganini ma'lum qilamiz. Toza hududda shu kunda 31 ta xodim ishlab kelmoqda. 220 ta ko'p qavatli uylar yoniga 60 ta chiqindi qutilari joylashtirilgan. Yakka tartibdagi uylarni jadval asosida haftasiga bir marta signal asosida ko'chama-ko'cha yurib, aholining maishiy chiqindilari olib chiqib ketilmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.